Men ilovada kerakli bo'limni topa olmayapman. Bu menyuda umuman yo'q. Nima qilish kerak? Ha, bu holat ayniqsa yangi foydalanuvchilar orasida tez-tez uchraydi. Xavotir olmang, bu xato emas. Aksincha kerakli bo'lim shunchaki hali yoqilmagan bo'lishi mumkin. Keling buni birgalikda aniqlashtiramiz. Agar siz 1S Ustelecom servisida birinchi marta 1S buxgalteriya ilovasini sozlagan bo'lsangiz, ehtimol siz boshlang'ich sozlash yordamchisidan foydalangansiz. Aynan shu bosqichda funksiyalarni tanlash vaqtida ba'zi bo'limlar o'chirilgan bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Yuqori menyudan sozlamalar, nastroyki bo'limini oching. So'ngra bo'lim panelini sozlash, ya'ni Nastroyka paneli razdel blokiga o'ting. Bo'limlar ro'yxatini ko'rib chiqing va kerakli bo'limlar o'ng tomondagi qatorga o'tganiga ishonch hosil qiling. Agar belgilanmagan bo'lsa, uni qo'shish tugmasi orqali qo'shib chiqing. Tayyor. Endi bu bo'lim menyuda paydo bo'ladi va siz ishlashni davom ettirishingiz mumkin. Agar muammo hal bo'lmasa, texnik yordamga murojaat qiling. Biz albatta yordam beramiz.